Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga xush kelibsiz deb yangi video roligini boshladik. Yangi video roligini boshlashdan oldin do'stlar, kim kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib, bittadan like tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Sizlarga kerakli ma'lumotlarni yetkazib boramiz. Mana shu videoni Moskvada yurgan tanish bilishlarga albatta tarqatib qo'ying do'stlar. Kamerani burib olaman-da, hozir sizlarga ko'rsataman. Bu videoni do'stlar Moskvada yurgan aka-uka, opa-singillarimiz, o'zbek, qirg'iz, tojik farqi yo'q, sroshni hammasi bilish shart. Shuning uchun bu videoga do'stlar like bosinglar, podelitsiya qilinglar, bir-biringizga tarqatib qo'yinglar. Shu yo'l bilan bir-birimizni ogohlikka chaqiramiz. Yo'lda hozir mana ko'ryapsizlar, o'tgan keyin mashinani to'xtatyapti. Taksilarmi, oddiy mashinami farqi yo'q, hammasini to'xtatyapti. Taksida kimdir ichida zakaz qilib ketayotgan bo'lsa, o'sha taksini ichidagilarni ham, taksistlarni o'zini ham sirazi ushlab amino so'rayapti. Agar resterga tushganlar bo'ladigan bo'lsa, shuni ko'rsa, rester bo'lsa, o'zidan ham so'rab o'tirmay mashinasiga tiqib olib ketyapti. Albatta ogoh bo'linglar. Shu yo'l bilan bir-birimizni ogohlantiraylik, like bosaylik shu videoga. Imkoni boricha tarqataylik. Musofirlar bir-birimizni shu yo'l bilan faqat yordam qila olamiz xolos. Resterga tushganlar taksida bir joydan bir joyga yetib olaman deb adashasizlar. Hozirgi momentlarda umuman ko'chaga chiqmayni, imkoni boricha